Assalomu alaykum. Hozir doktor G'ofranning oldilariga yana keldik. Hozir o'zbekistonlik stomatologlar Saudiyada ishlash uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Hozir shuni o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hammaga salom. Ko'pchilik O'zbekistondagi stomatologlar Saudiya Arabistoniga qanday qilib kelish, ishlash mumkinligi haqida so'ramoqda. Aslida bu jarayon unchalik murakkab emas. Buning uchun Saudiya Arabistonining sog'liqni saqlash mutaxassislarini litsenziyalash bilan shug'ullanuvchi Saudi Commission for Health Specialties tizimi mavjud. Kerakli ma'lumotlarning barchasini ularning rasmiy saytida topishingiz mumkin. Ayrim davlatlar fuqarolari litsenziya imtihonini o'z mamlakatida topshirish imkoniyatiga ega. O'zbekiston fuqarolari uchun ham shunday imkoniyat mavjud yoki yo'qligini rasmiy saytdan tekshirib ko'rishingiz kerak. Jarayonning xarajatlari ham juda qimmat emas. Saudiya Arabistonida stomatologlar uchun ish sharoitlari va hayot sifati yaxshi. Bu yerda ishlash ko'pchilik uchun orzu bo'lishi mumkin. Yaxshi daromad topasiz inshaalloh. Makka hamda Madinaga istalgan vaqtda borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Muhim tavsiyalardan biri: hech qachon soxta diplom yoki qalbaki hujjatlar bilan ishlashga urinmang. Bu yerda qonunlar juda qat'iy va bunday holatlarga jiddiy munosabatda bo'linadi. Agarda sizda haqiqiy diplom bo'lsa va amaliy ko'nikmalaringiz yaxshi bo'lsa, bemalol hujjat topshirib ishni izlashni boshlashingiz mumkin. Maosh masalasiga kelsak, umumiy amaliyotdagi stomatologlar odatda oyga taxminan 7000 Saudiya riyolidan boshlanadigan maosh oladi. Ustiga ustak bajarilgan ishlar va qabul qilingan bemorlar soniga qarab komissiya ham beriladi. Natijada daromad taxminan 10-11 ming Saudiya riyoligacha yetishi mumkin. Mutaxassis stomatologlar uchun esa maosh odatda 14-15 ming Saudiya riyolidan boshlanadi. Komissiyalar bilan birga umumiy daromad 19-20 ming Saudiya riyoligacha yetishi mumkin. Barchangizga omad tilayman. Inshaalloh maqsadlaringizga erishasiz. Rahmat, ko'rishguncha.